Do'stlar, endi kimdir yurtda shu musofirchilikda yurganlar bo'lsa, mabodo internetga yozsa hozir hamma narsani qayerdan qancha, qayergacha borib kelish, qaytish, sena baholarini yozib qo'yilgan. Teplоход Moskva deb yozsanglar, hamma kerakli ma'lumotlar chiqadi. Kilometrga qarab 3-4 kilometr, 5-6 kilometr, 12 kilometr borib qaytib kelish baholarini internet olamidan ma'lumotlarni olsanglar bo'ladi. Biz endi shu uzoqroqqa borib qaytib kelish uchun Sevdiga aylanib, endi bu teplokhodni ichidagi har bir keraklik suv, marojna, shu restoran bahosida ekan, shu qorinni yaxshi ovqatlanib, shu suv yoki esdalik uchun o'zlarini fotoapparat rasmchilar bor ekan, olib sizlarga chiroyli magnitlik foto albom qilib ham berarkan. Shularni olsanglar bo'ladi endi ovqatlanish uchun. Endi sayohatga kelganlar uchun ham hech narsa emas. $3050 sarflab bir kunlik sayohatda eng byudjetli varianti shu $50. $100 sarflab madaniy hordiq qilib ketishingiz mumkin. Agar yurtimizdan bizga o'xshagan kimlardir biz ish hisobida endi kelganmiz Istanbulchilikda. Madaniy hordiq biz. Shuni kessanglar bo'ladi. Endi shu sayohat madaniy hordiq ishdan keyin mehnat, dam degandek bunaqa narx-navolar shunday ekan. Uzoq yaqinlariga, qancha uzoq yursa, shuncha narx-navosi qimmat ekan. KFC vokzalda hamma bilsa kerak. Metro Kreml desam, Moskva City atrofidan o'tib borib qaytdik endi. Uzoqdan Moskva City'ni ko'rib turibsizlar. Shunday video lavhalar, hobbi, albatta keyinchalik xudo xolasa yaxshi niyatlarda video qilib yuramiz. Oddiy sayohat, turizm. Shunaqa video hobbilar qo'yib boramiz, har sohadan bir shingil degandek. Shunaqa gaplar, hurmatli vatandoshlar, bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Like, albatta, o'z fikrlaringiz bo'lsa, mulohaza, fikr, mulohazalar bo'lsa, albatta kommentariyada kutib qolaman. Sizlar bilan albatta yana yo'l-yo'lakay ko'rishamiz. Omon bo'linglar.